Assalomu alaykum hammaga. Demak, 36-masalani yechimi. Bu yerda hamma topdi. Suratni x kvadrat minus 2x kvadrat x kvadrat minus 4x kvadrat plus 4 deb yozayotganimizda x kvadrat plus 4 ni o'zi qoladi. 3x kvadrat minus 12x qo'shilgan 12 ayirishib bo'lib o'tganda x kvadrat minus 12x qo'shilgan mana 12 yozib o'tibman. turibdi. 2x kvadrat minus 12x qo'shilgan 2a minus 4 teng 0. 2 ga bo'lib yozsam x kvadrat minus 6x qo'shilgan a minus 2 teng 0. Tenglama bitta tilga bo'ladigan barcha a'larni yig'indisini toping. Demak, birinchi hol diskriminant 0 ga teng bo'lsa bitta tiz bo'ladi. 36 minus 4 ko'paygan a minus 2 teng 0. Bunda a teng 11 degan javob chiqadi. Bunda x teng bo'ladi 3 ga. Mana shu ildiz rostdan ham yaroqli. Endi boshqa holi. Boya qisqartirgan paytimiz x kvadrat minus 4 teng emas 0 deganimizda x teng emas plus minus 2 deb o'ylaganmiz. Endi tenglamani 2 degan sonni qo'yib ko'rsak, to'g'ri, u yechim emas. Qo'ysak nima bo'lardi? Demak, mana bu holgacha keladi. X kvadrat minus 6x qo'shilgan a minus 2 teng 0 holiga kelib turibdi. 2 qo'ysak x teng 2 da nima bo'ladi? 4 minus 12 qo'shilgan a minus 2 teng 0. Bundan a teng 4 dan 2 narsaga 2, a teng 10 bo'lar ekan. A teng 10 bo'lar ekanda, tenglamamiz ko'rinishi x kvadrat minus 6x qo'shilgan 8 teng 0 holga keladi. Bunda x1 teng 2, x2 teng 4 degan yechimga kelamiz. Bu aytganimizda x 2 ga teng bo'la olmaydi. Buni chiqarib tashlaymiz. Lekin x2 teng 4 degan yechim qoladi. Bu bitta yechimlik shartini bajaradi. X teng 4 da rostdan tenglama yechimga ega. Buning uchun a teng 10 bo'lishi kerak. Mana a 11 degan holni topdik, 10 degan holni topdik. Endi yana izlaymiz. Agar x minus 2 bo'lganda nima bo'lardi? Minus 2 ni kvadrati minus 6 ko'paygan minus 2 qo'shilgan a minus 2 teng 0. Ikkita yechimlik chiqadi. Minus 2 ni olmaymizda. 4 qo'shilgan 12 minus 2 qo'shilgan a teng 0. Bunda a teng minus 14. Tenglama ko'rinishi qanaqa bo'lardi? X kvadrat minus 6x minus 16 teng 0. Bundan x1 teng 8, x2 teng minus 2. Minus 2 ni demak yana deyishni olmaymiz, chunki mahrajni to'liq qoladi. Lekin baribir a ni minus 14 degan holi bor ekan bu yerda. Bitta x1 teng 8 degan bitta yechim chiqar ekan. Demak, bitta yechim beradigan a'lar 11, 10 va minus 14. Bularni yig'indisi 7. Demak, a savolining javobi 7 edi. Endi b. A ning qanday eng katta butun qiymatida tenglama 2 tildizga ega bo'ladi? Tenglama 2 tildizga ega bo'ladigan a ning eng katta butun qiymati. Diskriminant 0 dan katta bo'lsa, 2 tildizdan biz diskriminantni hisoblaganmiz. Oxirgi ko'rinish demak, mana bu yerdan olib kelamiz. 36 minus 4a qo'shilgan 8. Mana shu diskriminant katta bo'lishi kerak 0 dan. 4a kichkina bo'lishi kerak 44 dan, a kichkina bo'lishi kerak 11 dan. A teng 10 desam, 11 dan kichkina son deb. Bunda boyagina ko'rdik, a teng 10 da bitta ildiz chiqib qolar ekan. A teng 10 da bitta ildiz chiqsa, bizga 2 ildiz beradigan bo'lishi kerak. 11 ni olib bo'lmaydi, 10 ni olib bo'lmaydi. A teng 9 ni olamiz.
Javobi demak 9. Endi keyingi masala. Ikki sinus kvadrat x minus 1 taqsim kosinus x teng 2 sinus kvadrat x ni sinus kvadrat qo'shilgan sinus kvadrat desak, agar 1 ni sinus kvadrat qo'shilgan kosinus kvadrat desak, bunda ikkita sinus kvadrat x minus kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x degani minus kosinus 2x ku. Sinus kvadrat x minus kosinus kvadrat x hosil bo'lar ekan. Keyin nima bo'ladi? Minus kosinus 2x taqsim kosinus x teng sinus 2x taqsim sinus x. Sinus x bu yoqqa kosinus x yoqqa ko'paytirish bo'lib chiqib, hammasi bir tomonga o'tsa, sinus 2x kosinus x qo'shilgan kosinus 2x sinus x teng 0 tenglama hosil bo'ldi. Bu sinus 2x qo'shilgan x ku teng 0. Ya'ni sinus 3x teng 0. Ishlash 3x teng pi ga x teng pi taqsim 3k. Bu nima degani? Bu har 60 gradusda degani. Demak 0, 60, 120, 180, 240, 300 va 360 bo'lishi kerak, lekin mana sinus 0 bo'lmasligi kerak va kosinus 0 bo'lmasligi kerak. Kosinus 0 qoladigan nuqtalar tepasi bilan pastida o'rtada javob deb olmadik, lekin mana bu ikkalasini ham chiqarib tashlaymiz ekanda. Pikalar bor-ku. Shunda faqat mana bu 4 ta nuqta qoladi. Tenglamani eng kichik musbat va eng katta manfiy ildizlar yig'indisini toping. Eng kichik musbat ildizlari, eng kichik musbati pi taqsim 3. Eng katta manfiysi teskari tomondan kelganimizda ham minus pi taqsim 3 ikkalasining yig'indisi 0. Javob 0. B. Tenglama minus pi pi oraliqda nechta ildizga ega? Minus pi pi oraliqda bitta aylanib kelishda 4 ta. Mana shu 4 ta nuqta mana. Shu 4 talasi parabola grafiga urinadi. Plus buni toping. Demak, ikkalasi uchun burchak koeffitsient bir xil va u 2 ga teng. Burchak koeffitsient f x 0 dan hosil olishimiz kerak. Minus 2x plus 4. Ana shu teng bo'lishi kerak 2 ga. Bundan x teng 1 ga. Yana bittasidan hosili 2x minus 4 teng bo'lishi kerak 2 ga. K teng f x 0 dan kelyapmiz. 2x minus 4 teng 2 ga, x teng 3 ga. Demak, mana bu bittasi 3 nuqtada urinyapti, bittasi 1 nuqtada urinyapti. Xo'sh, a plus b ni toping. Urinma tenglamasida o'tirmayman. Bir xil nuqtada mana bu b nuqta, bu funksiya uchun ham, mana bu chiziq uchun ham bitta nuqta-ku deb foydalanib ketaveraman. Demak, 3 ni qo'ysam, funksiya nima chiqadi? 9 minus 12 qo'shilgan 8 teng bunga 3 ni qo'ysam 6 qo'shilgan a. Agar borsam 2 qoladi. 9 ga 2 11, 12 narsak minus 1. A teng minus 1. Endi shu chiziq bilan bu funksiyaga 1 ni qo'yamiz. Unga 3 ni qo'ydik chunki bunisida bu 3 nuqtada uringan edi. Endi bu 1 nuqtada uringan ikkalasiga 1 ni qo'ysam teng chiqishi kerak. 2x minus 1 bu mana bu funksiya, chiziqli funksiya. Endi shu funksiyani bajarish kerak. 2x minus 1 demasdan ni qo'yib ketay, 1 ni qo'yib ketay. 2 ko'paygan 1 minus 1, a ni minus 1 chiqqanini bilamiz. Teng minus x kvadrat 1 qo'yapman, minus 1 bo'ladi. 4x ga 1 qo'ysam 4 bo'ladi. Qo'shilgan b. Minus 1 bilan ishlamaydi. B teng minus 2. A ni ham b ni ham topdik. Yig'indisi minus 3. Minus 3. Endi AB kesma uzunligi. Mana bu AB kesma uzunligini so'rayapti-da. Burchak koeffitsient 2 ku.
A'dan mana bu 1 bilan 3 ning orasi mana 2 bo'ladi. Burchak koeffitsient 2 bo'lgani, tangens 2 bo'lgani uchun B'dan tushgan mana perpendikulyar vertikal chiziq 4 bo'ladi. Burchak koeffitsient 2ligidan bildik. Mana bu 2 bo'lsa, mana 4 bo'ladi. Buni bunga nisbati tangensku. Shu 2ku. Endi 2 bilan 4 ni kvadratdan qo'shsak 20 bo'ladi. 20 degani 2 ildizda 5. Demak, buni javobi 2 ildizda 5 Pifagor teoremasidan. 4 ni kvadratni 2 ni kvadrat. Chizmada erta f x funksiyani mana shu oraliqdagi grafiki berilgan. Oraliqda maksimumlar sonini toping. Maksimumlari tepadagi nuqtalar-ku 4 ta. Xo'sh. Funksiyaning 0,0 nuqtadan o'tuvchi boshlanish funksiyasi f x bo'lsa, f x ning -5 uch oraliqdagi ekstremumlar sonini toping. Demak, f x ni ekstremumlar kerak bo'lsa, mana bundan hosila f x deyapti-da bizga, chunki buni boshlang'ich deyapti-ku. Uni hosilasining grafikini bu deb tasavvur qilamiz. Buni ekstremumlar degan hosilasi 0 bo'ladigan nuqtalar. Hosilasi bunga teng bo'lsa, bu 0 bo'ladigan nuqtalari, ya'ni 0 dan bu yoqqa yoki bu yoqqa o'tadigan nuqtalari ekstremumlar bo'ladi. 0 ni kesib o'tadigan nuqtalar. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana uni kesib o'tmagan uchun olmaymiz. Demak, bu javobi 5 ta. Funksiyani hosilasining grafiki bor bo'lsa, o'zining grafikini chizishni o'rganib ko'rish kerak. Ana shu oson yechim beradi. -1 f x dx ni toping. Demak, 3 ni chiqarib olsam oldiga -1 dan 1 gacha boshqa funksiya bo'ladi, x kvadrat minus 2x qo'shilgan 3 funksiya bo'ladi. Qo'shilgan 3 1 dan 3 gacha pastdagi funksiya x qo'shilgan 1. Chunki aytayapti-ku, 1 dan kichkina bo'lsa boshqacha olasan, 1 dan katta bo'lsa boshqacha olamiz. Teng. Boshlang'ich x kub taqsim 3 minus x kvadrat plus 3x. Bular -1 3 oraliqda edi. Yo'q, -1 1 oraliqda. Qo'shilgan uniki x niki x kvadrat taqsim 2 qo'shilgan x bu endi 1 3 oraliq. Hisoblaymiz. 1 qo'ysak 1 taqsim 3 ayrilgan, -1 qo'ysak -1 taqsim 3 bo'ladi, qo'shilib ketadi. 1 qo'ysak ham 1 -1 qo'ysak ham 1 ayirsak 0 bo'lib ketadi ekan. Mana uni yozib o'tirish shart emas ekan o'zi. Keyingisi 3 -1 qo'ysak qo'shilib ketadi ekan, -3 bo'lgandan keyin qo'shilgan 3 qo'ysak 9 taqsim 2 ayrilgan, 1 qo'ysak 1 taqsim 2, 3 qo'ysak 3, 1 qo'ysak 1, 2 yoz qo'ysak bo'lar ekan. Shuni hammasini hisoblab 3 ga ko'paytirib qo'ysam lozimsizlar. Chunki oldida 3 bor ikkalasida ham. Xo'sh, 1 taqsim 3 ga 1 taqsim 3, 2 taqsim 3, 3 ga 3 6, ana 4 bo'ladi, kasrlar ayirmasi qo'shilgan 2. 12 bo'ldi. 12 ga ko'paytirsam 36. Qo'shilgan 2 taqsim 3 ga ko'paytirsam 2 teng 38. Demak, ani javobi 38 chiqyapti. Endi xo'sh, buni ishlaymiz. Nima qilsak eng yaxshi?
Tak, 2x plus 1 boshlang'ichini bunday yozib ketaversam bo'ladimi? Xo'sh, f(at) 2x plus 1 taqsim 2 deb. Mana shu f(at) 2x plus 1 boshlang'ich. Oldida 3 bor. Endi oraliqni qo'yib olishimiz kerak. Nozik ish mana shu. 3 taqsim 2 taqsim 2. Mana uni ikkilar shart emas. Xo'sh. Funksiya -2 2 oraliqda. Bundan x ni o'rniga -2 qo'ysam. -2 ko'paygan 2 qo'shilgan 1 teng -3 2 qo'ysamchi 2 ko'paygan 2 qo'shilgan 1 teng 5. Agar chegara -2 2 oraliqda bo'lsa, f(at) x ni o'ziniki -3 5 oraliqqa ko'chib qolar ekan. Mana bu funksiyani -5 5 oraliqqa ko'char ekan. Shunda hozir -3 5 bo'lishi kerak, lekin men buni ikkita oraliqqa alohida ajratib hisoblashim kerak. X teng 0 bo'lganda mana uni aniqlash sohasi 1 bo'ladi, ichida 1 qoladi o'zgarishning o'rnida. Shunda buni ikkita integralga alohida hisoblab yozganimizda demak, mana bunday ko'rinishga keladi. 3 taqsim 2 -3 1 oraliqda f(at) 2x qo'shilgan 1 plus 1 5 oraliqda x qo'shilgan 1 teng. Yo'q. Boshlang'ichni olib chiqib bo'ldim-ku. -1 1 5. Shu taqsim 2 dan keyin xavosi bor. Teng. Demak, 1 qo'ysam. Bular birdan kichkina oraliq tepaga qo'yishim kerak. Boshlang'ichi. Xo'sh, modifat qilib ketibdi. x kub taqsim 3 minus x kvadrat qo'shilgan 3 -1 plus buni boshlang'ich x kvadrat taqsim 2 qo'shilgan x 5 teng. 1 qo'ysak 1 taqsim 3 minus 1 qo'shilgan 3 minus 3 qo'ysak qo'shish bo'lib ketadi 9. Bu qiynaydi-ku. Minus 3 qo'ysam bu ham 9 bo'ladi. Minus 9 bo'ladi oldin minus turgani uchun. Keyin ana 3 nikini 3x deyishim kerak edi. Shunda minus 3 qo'yganimda hozir 1 qo'yganimda 1 taqsim 3 minus 1 qo'shilgan 3. Shuni ayirishimiz kerak. Minus 3 qo'ysam minus 20 taqsim 3 minus bo'ladi. Ayirgan qo'shib bo'lib ketdi. Endi ayiruv deb yana ayiruv deb qo'yyapman. Minus 3 ni bu rostdan minus 9 adashmadim deb o'ylayman. Yana minus endi 3x dagi minus o'rniga 3 qo'ysak, x o'rniga minus 3 qo'ysak bu endi musbat 9 bo'lar ekan. Xo'sh, mana shu ikkalasi chiqishi
To'g'ri xullas. Plus 5 qo'ysam 25 taqsim 2. Taqsim 2. Bunga 5 qo'ysam 5 minus 1 qo'ysam 1 taqsim 2 minus 1 teng. Bitta hisoblaylik, keyin 3 taqsim 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. 3 dan 1 narsaga 2, 2 ga 1 taqsim 3 ni qo'shsak 7 taqsim 3. 7 taqsim 3. Mana 9lar ketsa qo'shilgan 9. 25 taqsim 2 dan 1 taqsim 2 ni ayirsak 24 taqsim 2 12 bo'ladi. 5 dan 1 narsaga 4 16. 16. Teng. Hammasiga 3 mahraj berib yozsam 27, 7, 34, 48. 34 ga 48. 34 ga 48. 70, 80. 34 ga 48. 82 bo'ladi. Ko'paygan 3 taqsim 2 teng. 41 chiqib qoldi. Xo'sh. Mana bu 9larni bir ko'rib chiqishimiz kerak. O'rtadagi minus 9. Xo'sh. Mana minus 9 plus bo'lar ekan. Mana. Ayruv dedim. Minus 3 qo'ydim. Minus 9 bo'ladi. Bunga minus 3 qo'ysam, baribir minus 9 bo'ladi. Unga qo'ysak, u ham minus 9 bo'ladi. Ochganimda hammasi plus 9 bo'lib ketar ekanda. Shunda mana bu bitta 9 ni o'rnida 3 ta 9 bo'lardi, 27 turgan bo'lardi. 27 degan 3 dan 81, ana 7 bilan 88 taqsim 3 bo'lardi. 88 taqsim 3 ga qo'shardik. 48 taqsim 3 ni keyin ko'paytirardik 3 taqsim 2 ga. Javob 88 ga 48. 2 ga bo'lib yozaylik 44 qo'shilgan 24 teng 68 chiqishi kerak edi. Ben javobi 68. 41 chiqmagan masalalar bittasi. Sal vaqtni ko'proq olyapti. ABC kvadratning DC tomonida Y nuqta olingan. DC tomonida Y nuqta olindi. A'ning davomi B'ning davomini F nuqtada kesib turibdi. FSFB 1,4 x jami 4x bo'lsa, demak bu yerda 3x qoladi. Demak bu tomoni 3x. F 20 bo'lsa, kvadrat tomonini toping. Bu yerni y deb belgilasam. Mana bu yeri 3x minus y bo'ladi kvadrat bo'lgani uchun x kvadrat qo'shilgan y kvadrat teng 20 kvadrati deb yozsak, yana bir tomonda mana 3x minus y ning dning dA ga nisbati 3x ga nisbati o'xshash uchburchak bo'lgani uchun y ning mana bu nisbatan olsak bo'lar ekan. Mana soddroq ekan qaytaga. 3x ku kichkina qaytadan uzun qaytaga nisbati AFB uchburchakda. Ana kichkina uchburchakda y taqsim x ga teng ekan. Y taqsim x ga teng ekan. X dan mana bunday o'chirib yuborsam y teng 3x taqsim 4 o'rniga qo'ysak x kvadrat qo'shilgan 9x kvadrat taqsim 16 teng 20 kvadrat. 25x kvadrat taqsim 16 teng 20 kvadrati. Bu degan 5x taqsim 4 teng 20. Qisqartirsak 4 qoladi. X teng 16. Kvadrat tomonni toping. 3x bo'lgani uchun 48 chiqib ketadi. Kvadrat tomoni.
Shunaqa katta chiqib ketaverar ekan. Boshqa yo'l yo'q. Savol. Bir nuqtadan A kesimigacha masofani toping. Ana BN ni so'rayapti. Shunda mana uchburchakning gipotenuzasi 20, tepadagi kichik burchak gipotenuzasi. 20 taqsim o'sha uchburchak uchun balandlikni topib oling. 20 ko'paygan h masalan. Taqsim 2 shuni yuzasi bo'ladi-ya. Y ni o'rniga qo'ysak 3x taqsim 4 x 16 chiqqanda 3x taqsim 4 12 chiqadi. 12 ko'paygan x 16 taqsim 2 bu ham 100 ikkalasi ham tenglab olsak. Bunda h chiqadi ekan. 16 bilan 20 qisqarsa 5 4 48 taqsim 5. Shunaqa katta h chiqadi. Qirq 5 ga bo'lsak, ha to'g'ri. 9.6 buncha katta emas-ku. Mana 20 yo'q. Mayli, gipotenuza 20 aholiga balandlik 48 taqsim 5 chiqdi. Endi A voy keraksiz narsa hisobladim-da. Mana bunday qilsak osonroq bo'lar ekan yana. Mana bu uchburchak bilan uchburchakning o'xshashligini bilamiz-ku. Mana burchak alfa bo'lsa, mana burchak ham alfa. Shuning uzun kateti x, ya'ni 16, gipotenuzasi 20. Bu AN bu uchburchakda esa uzun katetni biz izlayapmiz. Mana bu BN chiziq bor-ku, D deb belgilaydi. Gipotenuza 3x, ya'ni 48. Shu tenglikdan foydalanib ketsak bo'lar ekan. Bunda D teng. To'rtga qisqartirganimizda bu yerda 12, bu yerda 5. 12 16 192 5 ga bo'lsak 192 ni 5 ga bo'lsak 36 yu 4 mi? 38 yu 4 chiqar ekan. Yana vaqtimiz ketdi. Javoblar kvadrat tomoni demak 48. Masofa 38 yu 4. 42 boyatilgan eng oson misol. Mana shu A, B, C ni mana bu yerga bitta ag'darib qo'yib qo'ysak bo'ladi-ku, B nuqtani masalan mana yerga. Mana shu yerga Y nuqta ikkalasi bir joyga qoladi, ag'darib qo'yib qo'ysak. Shunda x 10 x joyida turgan bo'ladi. Mana balandlik 10, mana kesmada o'sha. Shunda yuzasi 10 ko'paygan 10 taqsim 2 bo'ladi-da, 50 bo'ladi. Mana javobi 50. 5 burchak yuzi. Mana yuza bilan mana yuza teng bo'lsa, mana yuza bilan mana yuza teng bo'lsa, unda 2 tenglik bo'lib qoladi-ku. Xo'sh, B ning uzunligini toping. B esa 4 burchak perimetrini toping. Xo'sh, nima qilamiz? Uchburchak 120 gradus bo'yicha sal xunukroq bo'ladi. B nuqtani bu yerga qo'ysam, AB 3, BC 5. 120 gradus bo'lgandan A'sini topib olsam bo'ladi. Topib oldik 7. Kosinuslar teremasdan. Mana 3 ning kvadrati qo'shilgan 5 ning kvadrati minus minus plus bo'lib ketadi. 1 taqsim 2 bilan oldidagi 2 kosinus 120 dan minus 1 taqsim 2 ku. Oldidagi 2 bilan yo'qolib ketib 3 ko'paygan 5 chiqadi. Bu 49 bo'ladi. Va A'si tomon 7 bo'ladi. Endi tashqi chizgiga aylana. Bu bisektrisa o'tkazilgan, bu degan.
B D bisektrisi ekanda E nuqtada kesar ekan aylanadi. Bu yerda bu 60 gradus, bu 60 gradus. Mana B D bisektrisi bo'lgani uchun. Shunda mana bu AE yoy aylanadi 120 gradusli yoyi bo'ladi. Chunki aylana yoyidan qaralganda 60 gradus ko'rinyapti-ku. Xuddi shunday mana bu ESA burchak ABE burchak bilan bir xil yoyni ushlab turibdi. Ikkalasi ham Aga qarab turgani uchun bu ham 60. Mana bu ham 60. Endi EBSga qarasak, bu ham 60. Unda EAC ham 60. Ikkalasi bir xil burchakdagi yoyni ushlab turibdi. Unda mana yoy bilan mana yoy teng. Unda ES kesma bilan AE kesma tengda mana uch burchak teng yonli, keyin teng tomonli bo'lib qoladi. Hamma burchak 60 gradus bo'lgani uchun. Mana 60 teng yonli bo'lsa, mana burchak ham majbur 60 ku. Shunda AES tomonlar, AE tomon, ES tomon hammasi 7 ga teng. AC bilan bir xil. AC teng, ES teng, AE barobar necha? Hammasi 7. ABS to'rtburchak perimetrini topish oson bo'ldi qaytaga. 7 3 5 14 8 22. BE'ning uzunligi kerak. BE. Xo'sh. Mana burchak alfa bo'lsa, mana burchak ham alfa, ikkalasi ham BC yoyni ushlab turibdi. Mana burchak beta bo'lsa, mana burchak ham beta. Mana burchak 120 bo'lganda, ABC 3 burchak uchun alfa bilan betaning yig'indisi 60 bo'lishga majbur. Unda bu 60 gradus bo'ladi. Pas 60. B'ning uzunligini qanday topsak bo'ladi? Ptolemey teoremasini ishlataveramiz. Demak, Ptolemey teoremasini yozaman. BC ko'paygan AE qo'shilgan ES ko'paygan AB teng bo'ladi AC ko'paygan BE. Diagonallar ko'paytmasi aylanga chiqilgan to'rtburchakda qarama-qarshi tomonlar ko'paytmalari yig'indisiga teng. Shunda BC ko'paygan AE 5 ko'paygan 7 qo'shilgan 3 ko'paygan 7 21 teng AC 7 ko'paygan BE. 7 ga bo'lib yozsak 5 qo'shilgan 3 teng BE. Bundan BE teng 8. Javob 8. To'g'ri prizmaning asosi teng yonli trapetsiyadan iborat. To'g'ri prizma teng yonli trapetsiya. Buni trapetsiyada odatda prizmaga asos qilib, piramidaga asos qilib chizish odatda sal noqulay. Mana shu to'rtburchakni, asosidagi to'rtburchakni trapetsiya deb qaraymiz. Tikka qaraganimizda mana ko'rinishda turgan bo'lsin. Trapeziya to'rtburchagi sinus 0,8 ga teng. Mana uni 4x desak bu 5x bo'ladi. Shundan buni sinus 0,8 bo'lish uchun asoslari 6 va 24. 6 bo'lsa, mana bu yer 6. 4x 5x bo'lganda Pifagor teoremasida mana 3x bo'ladi ikki tomoni ham. Shunda katta asosini 6 qo'shilgan 6x deb yozsam, shu 24 bo'lishi kerak. Bundan x teng 3 mi? Ayirsam 18, 6 ga bo'lsak x teng 3. Savol: prizma to'la sirti yuzini toping. X teng 3 bo'lsa, mana balandlik 12, yon tomon esa 15 turibdi. To'la sirti asosini yuzi. Tepa asos 6, past asos 24, o'rta chizig'i 15 chiqadi. 15 ko'paygan 12 bu bitta asosini yuzi. Shuni 2 ga ko'paytirsam ikkita asosi bo'ladi. Qo'shilgan.
yon sirtini yuzi mana bu perimetr bilan balandlik ko'paytmasiga teng. Perimetr ikkita yoni 15 30, asoslari 6 24 yana 30, balandlikni 10 deb aytgan. Demak 30 ga yana 30 60 10 ga ko'paytirsak 600. 600 ni qo'shib qo'ydik. Bagi 15 12 2 ga 15 12 180 360 600 ga qo'shsak 960 to'la sirti. Demak ani javobi 960 ekan. Prizma hajmi asosining yuzi. Asos trapetsiya, o'rta chizig'i 15 bo'ldi, balandligi 12 bo'ldi. Ko'paytirsak asos yuzi 180 chiqdi. Buni boya ham hisobladik. Demak 180 ni ko'paytirsak balandlik 2, balandlik 10. 1800 bu demak hajm bo'lar ekan. Hajmi 1800. Asos kvadratga iborat to'la sirt 2400 cm2 teng bo'lgan to'g'ri uchar parallel shakldagi usti yopiq akvariumga suv sopdi. Usti yopiq degan bo'lsa-chi, to'la sirtga ikkita asosni ham qo'shishimiz kerak. Demak, mana shuni akvariumda mana kvadrat A, mana B. To'la sirti desa, A kvadratdan 2 ta bor, keyin AB degan tomondan 4 ta bor. Shu 2400 ekan. 2 ga bo'lib yozsam, A kvadrat qo'shilgan 2AB teng 1200. Eng ko'p bilan nechta suv sig'adi? Demak, ana faqat bir tomonga bog'lab olishim kerak. Bunda B teng 1200 minus A kvadrat taqsim 2A. Endi hajm V teng A kvadrat ko'paygan B. B ni o'rniga boyagi ifodani qo'yamiz. 1200 minus A kvadrat taqsim 2A. Xo'sh. Ana bittasi qisqarib ketsa, xoslar bilan ishlanadigan masalalarni sezib turibmiz. 1202 ga bo'lsak 600A minus A kub taqsim 2. Mana shu hajm formulasi. A ning qanday qiymatida degan savol bo'lgani uchun shunaqa savol. Yo'q, A ning qanday qiymatini endi o'zimiz topamiz-da hoslarda. Mana shu ifodaning qiymati qachon eng kichkina bo'ladi? O'zgaruvchi bitta bo'lib turibdi. Yana shu o'zgaruvchini qanday qiymatda topishni hosilasini olib, nolga tenglab maksimum minimumdan foydalanadigan hosilasini olsam 600 minus 3 taqsim 2A kvadrat teng 0. 600 ni 2 ga ko'paytirsak 1200 minus 3A kvadrat. Bundan 3 ga bo'lsam 400 teng A kvadrat bo'ladi. A teng 20 chiqar ekan. Akvariumga endi necha litr suv sig'adi? A ni o'rniga 20 qo'yib hisoblab qo'yaveramiz. Buni ham topib olamiz, bari kerak bo'ladi ham. 1200 minus A kvadrat 400 taqsim 42 degan. 1200 dan 400 ni ayirsak 840 ga bo'lsak 20. B ham 20 ekan. Eng ko'pi bilan necha litr suv sig'adi? 20. 8000. Teng 8000 cm3 degani bu 8 detsimetr kub bo'lgani uchun javobi 8 litr bo'ladi. Chunki 1 detsimetr kub 1 litr. Sakkiz detsimetr kub 1 litr. B. Akvariumning asosi qanday bo'lganda ushbu akvariumning hajmi eng katta bo'ladi? Akvariumning asosi qanday bo'lganda ushbu akvariumning hajmi eng katta bo'ladi? Asos qanday bo'lganda? Shunda asosining yuzini so'rayaptimi, tomonini so'rayaptimi endi? Asosining yuzi deb o'ylaylik. Kvadrat bo'lgani uchun tomonini so'rasa detsimetrda boya 20 chiqdi-ku, 2. Yuzini so'rasa
detsimetr debdi-ku, men hozir detsimetr kvadrat deb yozmoqchi edim, yuzini so'rasa deb. Birlikda detsimetr turibdi, demak bitta tomon va 2 detsimetr, boya 20 santimetr bor-ku. Shu bilan tamom.